Amerika Birleşme Agentliği yaqında oshkorlagan Qashqar Koni shahar noyasidagi qamalgan Uyg'urlarga oid hujjatga qarata tekshirish va dalillash elib borgan bo'lib, bu noyatga har 25 kishidan birining tutqunda ekanligini bayqagan. Nopusning 267 mingdan ko'proq bo'lgan Koni shahar noyasida ayol, qeyri yosh bo'lib, jamiyatning har sohasidagi qamalganlar bor bo'lib, tutqunlar Uyg'ur bo'lishdan iborat bir o'rtoqligiga ekan. Tutqunlar 2 yillikdan 25 yillikcha bo'lgan qamoq jazolariga hukm qilingan bo'lib, o'rtacha jazo muddati 9 yil ekan. Buning bilan Koni shahar noyasi dunyodagi mahbuslar nisbati eng yuqori joy bo'lgan. Mazkur agentlikqa so'z qilgan mutaxassislarning qarashicha, bu ahvol kishilarning faqat Uyg'ur bo'lganligi uchunla tutqun obyektivi bo'lganligining bir ifodasi. Bu Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilishni davomlashtirayotganligining isboti ekan. Xabar qilinishicha, Xitoyda yuqumga qarshi qo'llanilgan qattiq tadbirlar aprelda sanoat va parcha setish ko'rsatkichining shiddat bilan tuvanlashishini keltirib chiqardi. Bu tadbirlar ishga o'rinlashishga ta'sir ko'rsatdi. Bloomberg'ning xabar qilishicha, 4-oyda sanoat ishlab chiqarish miqdori oldingi yilning o'xshash mezgiliga solishtirganda 2.9% tuvanlagan. Iqtisodshunoslarning sanoat ishlab chiqarishining 0.5% o'sishini mo'ljallagan. O'xshash mezgildagi parcha setilish miqdori 11.1% tuvanlagan bo'lib, mutaxassislarning mo'ljali 6.6% bo'lgan. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan davlatiga ziyoratga kelgan Aljeriya prezidenti Tebboun bilan birlashma bayonot e'lon qildi. Erdoğan Afrika cho'ng quruqligining tinchligi va muqimligiga kafolatlik qilishda muhim rol o'ynaydigan Turkiya va Aljeriya bo'lish sifatimiz bilan biz mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishni qaror qildik. Savdo miqdoridagi yangi nishonimiz 10 milliard dollar dedi. Rossiya, Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga kirish urinishini yana bir qatim qattiq tanqid qildi. Muavin tashqi ishlar ministri ikki davlatni og'ir xatolik sodir qildi deb aybladi. Yana bir tarafdan Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonoti javlijan Finlandiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosi to'g'risidagi savoliga javob berib, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga kirish iltimosi tabiiy holda ikki davlat munosabatiga yangi omillarni qo'shadi dedi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Okinawa'dagi harbiy bazalarni yukni yeniklatish irodasida chang turayotganligini aytdi. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Okinawa orolining Yaponiyaning egilik huquqiga qaytib kelganligining 50 yilligida Okinawaga joylashgan Amerika harbiy bazasi davlatning kun tartibini egalladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari va vakillar umiki Xitoy va Sharqi Turkistonni ziyorat qilishdan ilgari Sharqi Turkiston jazo lageri qurbonlari munbirining a'zolari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Anqara ishxonasiga kelib, ularning iltimosini 40 ming imzo bilan yetkazdi. Lager qurbonlari yaqinlari murojaatnomani topshirishdan burun axborot e'lon qildi. Mazkur munbarning bayonotchisi Mirzahmat Ilyasog'lu Michel Bacheletning Sharqi Turkiston ziyorati haqida to'xtalib, biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq vakillar umikining Sharqi Turkistonga kontrolsiz va bevosita kirishi va haqiqatni oshkorlaydigan qaror chiqarishni talab qilamiz dedi.